Assalomu alaykum Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga juma Sayyidul-Ayyom 2025-yil 18-aprel biz Namangan viloyati Namangan tumani arzonchilar va o'qituvchilar qishlog'i Tepa-Qo'rg'onda, ya'ni o'zimizda xonadondamiz. Boshlangan kunlarim xayrli va barokatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa bundan-da zo'r, bundan-da chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, videoni ko'rishdan oldin bittadan like tirslatib bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bugungi xudo xolisa bir 7-8 dona qo'chqorni zo'rlari, zot yo'nalishiga deysiz, go'sht yo'nalishiga deysiz, haqiqiy udorlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Xo'p, birinchi partiyamizga hurmatli obunachilar, bu qo'z edi-da. Shakka chishyapti. Shakka chishyapti ekan. Shakka chishyapti turgan Arashan paroqda mana oq yuzlik bu qarang. Hurmatli obunachilar, oq yuzlik oldi to'shlariga ham bir e'tibor berib ko'ring. Oq yuzlik, quloq boshi pashti butun. Bo'ybaslari xudo xolisa 85 plyusdan o'lchab ko'rsatamiz. Qo'chqorni udari xudo xolisa narxi ham arzon bo'ladi. Xuddi mana shunaqa Arashan paroqda qo'chqorlarni zo'rlaridan bugun chiqarib sizlarga taqdim etamiz. Videoni oxiriga ko'ringlar. Videoni oxirida qo'chqorni zo'ridan, o'sha toza qonli udaridan, dahshatidan chiqadi xudo xolisa. Pul ham o'shanga yarasha bo'ladi. Xo'p, buni xudo xolisa yebishini sinab ko'rdik. Yebishlarda muammosi yo'q. Yebishlar nihoyatda zo'r. Oldiga tashagan narsangiz deyaveradi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Sog'lig'iga keladigan bo'lsak, sog'lig'i joyida. Yo'tali, kasal-kusali yo'q. Xo'p, o'zi shakka chiqib qolibdi pashti. Tishni bitta ko'rsatib qo'ydik. Mana tish tashyapti. Tish tashyapti, hali o'sadigan narsa. Oldi to'shlarni ham bir e'tibor berib ko'ring, hurmatli obunachilar. Tuyoqlari ham haqiqatan mana istagan tuyoq. Oyoq kengligi ham o'ta zo'r. Mana zo'r joylashgan oyoq kengligi ham. Xo'p, mana tuyoqlarga e'tibor berib ko'ring. Hamma yo'g'i kelishgan, xudo xolisa tikka dumba. Yorug' dumba emas, bu dumaloq dumba. Razrez yo'q bunda, dumaloq dumba mana. Xo'p, oysimon. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Buni endi bo'ybaslarni bitta o'lchab ko'rsataylik. O'sha Qo'yxona eshigini yopib qo'y. qo'yxonaning eshigini yopib qo'y, qamab. Hurmatli obunachilar, o'zlaring bir e'tibor berib ko'ringlar bo'ybaslaringni. 87 chiqyapti. 85 plyusga olaverasizlar. Shunaqa? Xudo xolisa. 85 plyusga olaverasizlar. Zot yo'nalishiga deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7,5 million so'm. Oxirgi narxi. Xayr qilib berishimiz mumkin, ozmoz. Dastavkamiz Samarqandga dur. Samarqandga dur dastavka xizmatini qilib beramiz. Kim yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Ammo qo'chqorda haqiqiy zo'r. Zot yo'nalishiga deganlarga mana xotirjam tavsiya qilaveramiz. Bir e'tibor berib ko'ringlar. Turulari va bu qo'yvaring qo'ydi. Yuruvlari ham o'ta zo'r. Yuruvlarga bir e'tibor berib ko'ring. Mana hurmatli obunachilar. Xudo xolisa qo'chqor haqiqiy zo'r. Kallani xudo xolisa umumiy yegmaydi. Turullarga bir baho berib ko'ring. 7,5 million so'm. Xo'p, dollarda qo'yilmaydi bizda, toza Arashan paroqda. 7,5 million so'mga Samarqandga da dastavka xizmatini qilib beramiz. Videoni oxiriga ko'ringlar, biz keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamiz. Xo'p, ikkinchi partiyamiz bunisi xudo xolisa qo'zi. Quloq boshini bir e'tibor berib, garbunuqlarga bir e'tibor berib ko'ring. Toza qo'chqori. Buni ham xudo xolisa zot yo'nalishiga deganlarga mana oyoq qo'li o'ta baquvvat. Tushini bir e'tibor berib ko'ringlar, tushiga. Hamma yo'g'i kelishgan xudo xolisa. Quloqlari adashmasam but-butun, keyin 19 chiqib qolsa kerak quloqlari, ha? Quloqlari 19 chiqib qoladi. Mana dumba razrezi bor, cho'tki mana o'ta tekis dumba razrezi. Xudo xolisa. Bo'ybaslariga keladigan bo'lsak, hozir o'lchab ko'rsatamiz buni ham bo'ybaslarini. Xudo xolisa yebichlari sinovimizdan o'tgan. Yebichida muammosi yo'q. Yebichlar nihoyatda zo'r. Sinovdan o'tgan. Hozir bir bo'ylarni o'lchab ko'rsatamiz buni.
Mana tishlar. Tishini bir ko'rsating. Hali qo'zi mana marjon tish keribdi. Oldu mana. Hurmatli obunachilar, Juda sho'x. qo'y juda shodda turar ekan haqiqatan. Buni ushlang. O'g'lim. Hop, mana hurmatli obunachilar. Bo'ybaslari 85 ekan, buniki. 85 chiqyapti. 85 chiqyapti. 80. Qo'l qo'yganimiz yo'q, hurmatli obunachilar. Xudo xolsa bunda hech qanaqa bizda yolg'on yo'q, boshqa yo'q. Demak, o'zlari juda uzun qo'y. uzunligi ham xudo xolisa adashmasam 90 dan uzun chiqsa kerak. Bu uzunligini o'lchab ko'rsataylik. Ha, Qani? Uzunligini bir o'lchab ko'rsataylik. Uzunligiga bir e'tibor berib ko'ring. Naborot qo'ying metrni. Hurmatli obunachilar. 90 chiqyapti bu. Chekan 90-85 pil usti. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini xo'p, Samarqandga dastlabki xizmat bor, 6,5 million so'mga. Hayrini qilib beramiz, ozmas, Chepcha sunnatiga o'tib beramiz. Ko'p emas ama 6,5 million so'mga sunnatiga o'tib beramiz. O'tib beradigan ozgina joyi bor. Ko'p emas ama. Aloqaga xotirjam chiqaverasizlar, xudo xolisa. ish bitadi. Ish bitadi. Telefon qilsalaring, ish bitadi. xudo xolisa ishimiz bitadi. Kimga yoqsa mana aloqaga chiqaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, 3-partiyamiz. Xo'p, 3-partiyamiz ham zot yo'nalishga dumbalari mana tikka dumba. Xudo xolisa Kalla boshlari mana. bir e'tibor berib ko'ring. Quloqlari but-butun. Quloqlari but-butun. Oldi tushini qarang. Tushlari. Tushlari ham xudo xolisa zo'r. Oyoqcha. Oyoqlari ham o'ta zo'r joylashgan, mana oyoq kengliklari ham o'ta cho'tki. Ellikligini ham ellikligini oyibjon. Qo'y o'ta ellik qo'y, lapalab qo'y. Qo'y o'ta boshqacha qo'ylardan qo'y. Xo'p, yoshi nima ekan buni bitta yoshini ko'rsataylikchi. Mana yosh. Shaka chiqdi, endi chiqdi tishi mana. Yangi chiqdi. Mana yangi chiqdi shakli mana. Hurmatli obunachilar, endi chiqibdi. Xo'p, bo'ybaslari, hozir bo'ybaslarini o'lchab ko'rsatamiz. Mana bir e'tibor berib ko'ringlar bo'ybaslar. Hurmatli obunachilar, 85 pil usti. Xudo 85 ga olaverasizlar, 85 pil usti. Yeb ichishini sinab ko'rganmiz. Yeb ichishlarda muammo yo'q. Narxi ham xudo xolsa arzon bo'ladi. Xo'p. Yutali, kasal-kusali yo'q, sog'lig'i joyida. Badani ham semiz. Yaxshi badani ham zo'r qo'y. Badan semiz. Qo'ysam juda bo'ladi hammasi. Lapaloq hozir tayyor qo'yga qo'shgan bu. Tayyor shak ham ustiga. Qo'y ham lapaloqda juda dumbovoshni ham. Dumbovoshlari ham o'ta Uzunligi ham yaxshi. Uzunligi ham adashmasam 90 yonboshdan qo'ydi, yonboshdan. Bir e'tibor berib ko'ringlar hurmatli obunachilar. Kallavoshni ham, kallavoshni. Kallavosh garbonoslari ham o'ta chiroyli. Xo'p, endi buni narxiga keladigan bo'lsak, ko'p cho'zmaymiz. Narxini buni ham 6,5 million so'm qo'yaveramiz endi buni ham, 6,5 million so'm. Hayri bor, hayriga o'tib beramiz. Astoydil telefon qilsalaring, Samarqandga buni ham dastlabki xizmati bor. 6,5 million so'mga hayrini qilib o'tib beramiz. Qo'chqonlar haqiqiy hammasi xudo xolisa zo'r. Zot yo'nalishga deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Go'sht yo'nalishga olib boqaman deganlarga ham bo'laveradi. Xudo xolisa qurbonlikka o'ta tayyor bo'ladi mana. Qurbonlikka Qurbonlik qilib qo'ysa, uvol bo'lsa kerak, endi shunaqa-yu kimdir endi havas qiladi. Zotli qo'y. Uvol qilib qo'ysa, umrga zot bo'lsa. To'g'ri. Zot yo'nalishga deganlarga hurmatli obunachilar, xotirjam tavsiya qilaveramiz. 6,5 million so'm Samarqandga dastlabki xizmati bor. Bo'y bastini ko'rdingiz, 85 pil usti. Narxi 6,5 million so'm, hayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyalarimizni chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamiz toza Arashan Paroda, mana quloqboshlarga bir e'tibor beraylik ko'ring. Maşallah. Haqiqiy zo'r. Dumbovoshlari ham o'zi kelishgan. Dumbalarga bir e'tibor berib ko'ring. Kam dumbaroq sergo'sh bo'laveradigan variant. Quloqboshlar. Yoshi nima edi buni? O'zida bunisi. Yoshini ko'rsatmay, o'ziga hali obunachilar. Qo'yga bir e'tibor berib ko'ringlar. Tuyoqlarni. Hozir bo'ybaslarni bir quruq o'lchab ko'rsatamiz.
O'ta shoddat ekan jonivor. O'lchatadimikin bo'yini? Bilmayman, filanch. O'lsa o'lchamamiz, o'lchanmasa. Mana hurmatli obunachilar, hop 85 plyusga. 85 plyusga olaverasizlar. Hop, qo'yib turgan holatda 85 ga olaveringlar. 1 cm plyus minusi 1 cm plyusi sizlarga. Hop, yeb ichishda xudo xolsa muammosi yo'q, yeb ichish sinovdan o'tgan. Yeb ishlar nihoyatda zo'r, oyoqqa Qarmasa zot ko'rsam, Uyali oyoq o'ta qo'llangan. e'tibor berib ko'ringlar. Yana o'slar qo'y. Hop, hali o'sadigan varianti, dumbalari, dumaloq dumba. Mana o'zlaring bir e'tibor berib ko'ringlar. Oyoq kengligi ham o'ta zo'r. Bu narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, buni ham 6,5 million so'mga dastavkasini Samarqandga o'qib beramiz. Ha? 6,5 million so'mga 6 beramiz. million Samarqandga dastavkasini qilib beramiz. Qayerga? Samarqandga. 6,5gami? 6,5. 6,5ga. 6,5 million so'mga Samarqandga dastavka xizmati bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'yib ishlarga. Hozir bir yuruvlarga e'tibor berib ko'ring, hurmatli obunachilar. Haqiqiy yuruvlari ham o'ta zo'r. Qo'shlar. Hurmatli obunachilar, biz keyingisini chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, 5-partiyamiz. O qo'chqorda haqiqiy zo'ri. Bu qarang. Dumba razrezlarni ko'ring, dumba razrezlari ham o'ta zo'r. Nihoyatda zo'r joylashgan dumba razrezlari ham. O bitta aybi bor, hurmatli obunachilar, zot yo'nalishiga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Aybi qulog'i mana shu holatda ekan men. Ko'ryapsizlar. Buni tumshug'ini ham tumshug'ini. Hozir garbonosini hozir ko'rsataman mana. Bu o'sha qulog'i xolos, hurmatli obunachilar. Tumshuq chiqqan. Garbonosni qarang. Garbonosga bir e'tibor berib ko'ring. Aslida zot yo'nalishga qulog'ini bunaqa yirtiqligi ta'sir qilmaydi. Umuman ta'sir qilmaydi mana. Oldi to'shlarini e'tibor berib ko'ring bir. Bir dona tulagan mashqo'y. Ha? O'z tulagan. O'z tulagan, ha, buni juniga tiyilmagan mana. Hurmatli obunachilar, o'zi tulaveradigan, o'z chiqavergan. o'zi tulangan varianti. O bo'ybaslari adashmasam bir 85 chiqib qoladimi-kan? Bo'ybaslari o'lchanmagan. O'lchab ko'raylik. 85 plyusda. Hurmatli obunachilar, 85 plyusda. Hop, garbonosga e'tibor berib ko'ring. Garbonos haqiqiy zo'r ekan, qarang, chiroyliligini. Bitta o'sha qulog'i yirtiq ekan. Yoshi nima ekan buni? Yo'q, hali qo'zisiga. Hali qo'zi, hurmatli obunachilar. Marjonchilar. Oyog'i kengligini kengligi ham haqiqiy zo'r. Oyoqlar o'ta baquvvat. Stakan tuyoq. Stakan tuyoq. Simjun. Juni o'zi to'kilaveradigan varianti. Qizil simjun mana. Shunga e'tibor berib ko'ring mana. Simjun. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa, narxi 6 million so'm. Agar qulog'i butun bo'lganda boshqacha narx bo'lar edi. Endi mayli, qulog'i yirtiqligi uchun zot yo'nalishga deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. 6 million so'mga Samarqandga do'r dastavka xizmatini qilib beramiz. Toza simjun. Kimga yoqsa, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yni o'zi garbonosini ko'rsataverish kerak ekan. Aylantirib yurib, o qarang garbonosni. Kellarni to'shirgan kellarni. Haqiqatan o'ta boshqacha qo'y. Qashqasini qarang, uni mana yerda kellarni oldi. haqiqatan joylashuvlar ham. Hamma yo'q. Xudo xolsa zo'r. Bu quloq xolos. Zot yo'nalishiga xudo xolsa xotirjam tavsiya qilaveramiz. Qulog'i hech narsa qilib bermaydi. Hali polvon bo'lib ketadigan varianti. Narx 6 million so'm. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz keyingi partiyamizni chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, bu 6-simi, 5-simi bu? 6-chi. 6-partiyamiz. Qo'chqorga qarang, qo'chqorga bir baho berib ko'ring. Mashalloh, qo'chqorda qarang. Haqiqiy zo'r mana. Zot yo'nalishga deganlarga. Yoshi oldin kalla boshini qarang. Garbonoslarni qarang. Kalla boshini qarang qo'y. Kallasini ko'tarib tushini qarang, tushini. Tushini qarang. Oyoqchalarni qarang. Baquvvat oyoq o'ta. Hurmatli obunachilar, buni to'g'risi Arashan Paroda hop tozasi hop ikkinchi sort. Ikkinchi sort. Yolg'on gapirmaymiz. Birinchi sort emas, ikkinchi sort. Hop. Ammo yeb ichishlari o'ta zo'r ekan. Mana bu truba bir baho berib ko'ring. E'tibor bering. Quloq boshi. Quloqda tomlarga bir e'tibor bering.
Qo'y o'ta boshqacha qo'y. Bunisi Qo'ydi 50'ligini qarang 50'ligini. e'tibor bering. Dumbasini qarang, dumbasi ham tikka dumba. Ayak kengliklari. Ayak kengliklari ham o'ta zo'r. Yoshi hali endi shakka chiqqan, ha? Endi shakka chiqdi mana tishlar. Mana Shakka endi chiqqan yaqinda. qo'y tumshuqlarni qarang, tumshuq yuzlik kallalarni qarang. Oq yuzlik. Xo'p, bo'y baslari keladigan bo'lsak, bo'y baslarini mana hurmatli obunachilar, bo'y baslari 95 chiqyapti. Cheqolni ayni. Mana hurmatli obunachilar 94. Buni o'kini ham ko'rsatganmiz, eslaringda bo'lsa. Xo'p. Xohlasa zot yo'nalishiga deganlarga Qo'ydi qaranglar qo'ydi. xotirjam tavsiya qilaveramiz. Bu turuvlarga bir e'tibor berib ko'ringlar. Yuruvlari ham o'ta bo'lakcha, bir yurishlarini ham hozir imkon boricha ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, buni mana dumbalar ikki dumba. Yo'q, kengligini simjun, toza simjun. Shuni ham o'z tulaydigandan ekan. Ha, o'zi tular ekan bu ham. Buni ham junni og'izishmagan ekan. Shuni ham o'z tulaydi. O'zimiz buni zot yo'nalishiga deganlarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. O'zimiz ishqiboz bo'lib oldik buni. 15-20 marta toza zo'r sog'lig'im bor degan odamlarga zakonni bo'lib qo'ydi. Alloh xolisi. Qo'ydi haqiqiy. Bekami ko'zchaligisi bor mana qo'ydi ushlar. Kam ko'sti yo'q, xudo xolisi mana bir e'tibor bering. Qo'yib yuboringni qo'ydi. Mana oldini qarang, oldini. Oldini ko'ring. Qo'ydi, qo'yib yuboring tojul. Oldi. Qo'yib yuboring. Qo'ydi oldilar. E'tibor berib ko'ringlar qo'yga. Haqiqiy zot yo'nalishiga deganlarga xudo xolisi xotirjam tavsiya qilaveramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, narxi buni $1000. Xafa bo'lmanglar. Biz o'zimiz ishqiboz bo'lib chiroyli pulga oldik. Hali balat qo'yapsan, kommentariyada negativ yozishni keragi yo'q, to'g'risi. O'zimiz ishqiboz bo'lib oldik, bitta ishqibozga kimgadir yoqadi qo'y. Hozircha buni qo'yga qarab narx qo'yilyapti xolos bu. Qo'ydi holatiga qarab narx qo'yilyapti. Yaxshi narsani yaxshi pul qo'yilyapti xolos. To'ppa to'g'ri mana. Hurmatli obunachilar, biz ham o'zimiz ham balat olganmiz. O'shaning uchun bizga ham ozgina foyda qilsa, xudo xolisi sotamiz. 20 marta sog'lig'im bor degan odam duo qilib, 15 ta 20 ta sog'lig'im bor degan odam xotirjam duo qilib, maza qilib, boqib, qo'ylarga qo'shib, hali qo'yga qo'shilmagan bu. Birinchi qo'shasiz. Mana stakan tuyog'i ham bir e'tibor berib ko'ring, xudo xolisi. Qo'chqarni haqiqiy udori, hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $1000. $1000 ga Samarqandga O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz, qayerga bo'lsa ham. Mashina bo'lsa bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bir e'tibor berib ko'ring. Nima kimlarni yegmas ekan. Xudo xolisa haqiqatan o'shkanlarni yegmasak. Endi xudo xolisa videoni oxiriga ko'ringlar. Endi go'sht yo'nalishiga chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, keyingisi xo'p, yoshlari qo'zi, go'sht yo'nalishiga deysizmi, zot yo'nalishiga deysizmi bo'laveradigan variantlari. Qo'ylarni, Quloqlarini, quloqlarini, hamma yo'q. To'shlarni janobi. Mana mashinasini zotga qilsa bo'laveradi, mashinasini zotga bo'laveradi. Zumbalari ham, razrezlari ham zo'r. Hali qo'zi hurmatli obunachilar. Shuni xotirjam ko'rsatib ko'ramiz. Ikkalasi ham men qora sog'lig'im bor deganlarga bunisini tavsiya qilaveramiz. Badani semiz. Juda 50 qo'y mana shu qorasi ham. Qorasi ham. Kallavashni qorasini E'tibor berib ko'ring, agar qorasi ham zo'r ekan qorasi. Tishlarni bir qilib ko'rsataylik. Mana tishlar. Qo'zi. Hali marjon tish mana. Hali qo'zi mana. Tish kerishga kelib. Aytgachi metrda Qo'ylar 85 ga olish olsun. 85 ga o'lchash shart emasmi? O'lchash shart. 85 ga. Mana bittasini ishonchali qo'shib. Qochib. Bittasi ko'rsatib qo'ydi mana. Hurmatli obunachilar. 85 ga olaverasiz. 85 ga olish. Xo'p. Bir qo'yib berasizmi bo'ladi? Qo'ylarni ikkalasini qo'yib olaman. Jonivorlar mana ikkalasini. Badani ham zo'r ikkalasini. Xudo xolisa, badani ham haqiqatan zo'r. Qo'yib yuboringchi ikkovini ham. Qo'shib turing. Qo'chqarni haqiqiy zo'rlari. Go'sht yo'nalishiga deysizmi, zot yo'nalishiga deysizmi, xotirjam tavsiya qilaveramiz. Mana shuni o'ta uzun qo'y mashinasi ham bor. Haqiqatan. Yana ham uzun qo'y.
Xo'p, buni endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 10,5 million so'm qilib beramiz buni. Tayyor qilib beramiz bo'lmasa. O yangi chipchi o'tib beramiz. Ikkosini olishsa bitta joyga bo'lsa o'tib beramiz. Yakka-yakkaga. Yakka-yakkasi uni chicha pashq qiladi, narigisi. Narigisi chicha pashq qiladi. Hurmatli obunachilar, ikkalasi bir joyga bo'lsa 10,5 million so'm xayri bor. Xayrini xudo xolisa telefon qilasizlar, chiroyli qilib o'tib beramiz. Buni dastavkamiz bular Toshkentga do'g'ir. Bular dastavkani Toshkentga do'g'ir qo'ymasa bo'lmaydi. Toshkentga do'g'ir dastavka xizmati 10,5 million so'm, bo'ybaslari 85. Xo'p. Yeb-ichishda xudo xolisa sinab ko'rganmiz, yeb-ichishda muammosi yo'q, kasal kusali yo'q, yo'tali boshqasi yo'q. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, biz keyingisini chiqaramiz. Oxiriga qaytamiz. Mana hurmatli obunachilar, o'zim tarbiyalab, o'zimdan chiqaraman zotni. Men boqib bir yo yildan keyingami, yo kuzugami qo'shaman deydiganlarga, yosh oilaga adashmasam bir 8 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqar mana. Xo'p. Xudo xolisa, mana bir tishini ko'rsatib o'ting. Hali qo'zi hali. Buni mayda tishlar. Qani oppoq tishlar. Hali oppoq, old tishlarni. Kalla. Kalla boshni ol. Kalla boshni oqligini qani kalla boshni. Kalla boshlar oq, quloqlari ham mana, ha. Quloq mana Qirg'izistondan kelgan mana. Quloqlari ham oq degan. Ko'rsatib. Qo'zim bor. Qo'zim bilan birlarga qo'shaman degan odamlarga juda zo'r ekan mana shu. Xudo xolisa. Xo'p, mana bo'ybatlari. Mana hurmatli obunachilar. 80 ga olaverar ekansizlar, 80 ekan bo'ylari. 80 ga olaverasizlar. Xo'p, buni xudo xolisa yeb-ichishini sinab ko'rganmiz. Yeb-ichishda ham xudo xolisa dumbalari ham haqiqatan zo'r ekan. Bu qo'zim bor, birlarga qo'shaman degan odamlar niyat qilsa, qo'zlarni ichiga qo'yib ayabalik qilib baqsa, xudo xolisa bu yildan keyin hurmatli obunachilar palon pulga olib qo'shmaysiz-ku. Mana shuni o'zini yengilroq olib, narxi yengil bo'ladi, xudo xolisa yengilroq olib qo'shaverasiz. Xo'p, bu narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, narxi 4,5 million so'm. Dastlabki xizmatimiz Toshkentga do'g'ir, xayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Bir yechib bering. Yururlarga bir e'tibor berib ko'ring. E'tibor berib ko'ring, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizdan yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolisa bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa bundan da zo'r, bundan da chiroyli video so'nggilar qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'linglar.